Assalamu alaykum, hörmətli Uyğurstalıq qarindaşlar. Bugünkü söhbətimizdə Xitay müstəmləkəçiləri bilan Uyğur müstəqillik hərəkəti o'tirisida demokratik qoida prinsiplar rol alalamdı yoki demokratik qoida prinsiplar asosida Uyğur milliy masalasi hal bo'lamdi degan qisman talash tortish ustida to'xtalib o'tmoqchimiz. Aslında milliy masala demokratik usullar bilan yoki har qanday bir ideologiya sistemasi bilan hal bo'ladigan masala emas. Alayliq o'tgan yil 5-da boshlangan Tunisdan boshlangan Arab bahori harakati nurg'ulg'an o'tir sharq davlatlarida hokimiyat alınışı keltirib chiqadi. Ama ko'rib turibmizki, Suriyada boshlangan bu Arab bahori tinchlik harakati qurolli to'qnashuvga aylanib, hozirgacha 40 mingdan ortiq odam o'lgan bo'ldi har ikki tarafdan. Ammo Suriya masalasi hal bo'lmadi. Suriyada bo'layotgan bu harakat milliy masala bo'lishdan bakarak bu aslida demokratik harakat edi. Yani demokratik hukuk, insan hakları, umumiy xalq huquqlari masalasi edi. Bu yerda milliy masala asosan tilga ilinadigan darajada mavjud emas edi. Faqat Tunisda bo'lganga o'xshash, Liviyada bo'lganga o'xshash hokimiyat almashish. Yani mustabid diktator hokimiyatni ag'dirib, uning o'rniga xalqchil demokratik usul bilan, saylan bilan hokimiyat almashadigan yeni tartib o'rnatish uchun bo'layotgan harakatlar edi. Biroq afsuski Suriyada buning natijasi tamamen boshqacha bo'lyapti. Yani natija chiqmadi, ammo 20 oydan buyon og'ir qonliq hodisa yuz beryapti. Butun dunyoning ko'z oldida buni ko'rib turibmiz. Intayin tez g'alabga erishgan Misr demokratik harakati yana ikkinchi qatimliq bir namoyish, keng ko'lamli namoyishga yuzlandi. Bir qatimliq Muborak hokimiyati ag'darilgandan keyin o'rniga butun Misr xalqining ko'p sonli ovozi bilan Qarindoshlar partiyasi hokimiyat beshiga chiqqan. O'tgan haftaning oxiridan boshlab Misr xalqi o'zining demokratik huquqi, yani xalq huquqi rasmiy amalga oshmaganligini his qilib, bular qoidadan yana demokratiya talab qilib ko'chiq to'kildi. Misr bir qatimliq diktator hokimiyat almashib, yana bir sistemga kirdi. Ammo bu milliy masala emas. Misrdagi masala milliy masala emas, faqat xalqning orzusi, xalqning umumiy istak, orzulari, irodalari hokimiyatga ta'sir ko'rsatish, hokimiyat qatlamada xalqning orzu, umid, irodalari ishga eshish talablari edi. Ammo bizning masalalarimizni kelishtirsak, yana Uyg'ur Xitoy o'tirisidagi mustamlakachilik va mustaqillikdan iborat bu milliy masalaga tatbiqlagan chog'da bu bizning masalalarimiz hargizmi demokratik usul bilan hal bo'ladigan shakldagi unda harakat emas. Balkim nurg'ulg'an g'arb mutaxassislari hozirgacha nurg'un fikrlarni o'tirib qo'ydi. NED yetakchiligida 4-5 yilning yog'i yilda bir qatim 40-50 nafar Uyg'urlarni dunyoning har qaysi allaridan chaqirib kelib alayda Uyg'urlarga demokratik tushuncha, demokratik prinsip, demokratik qoidalarni tushuntirish, o'rgatish, Uyg'urlarning kelgusi taqdirini demokratiyalik usul asosida hal qilish chorasini o'rgatyapti yoki Uyg'urlarga buni yurgizyapti. Ammo Uyg'ur masalasi g'arblik mutaxassislarning tahlilidan uncha yenik masala emas.
Xitoyda hokimiyat alinish bilan, Xitoy demokratiyaga o'tish bilan u yerda bir demokratik sistemning yo'li qo'yilib, Uyg'ur milliy masalasi shu Xitoyning demokratik hokimiyat ostida hal bo'ladigan darajadagi masala emas. Biz tarixga qarab boqaylik. Bir millatningki mayli inqilob qilayotgan millat bo'lsin, mayli mustaqil davlat tutib menayotgan millat bo'lsin, kelgusi hamon o'tmishdagi tarixdan o'rnak ilinib, tarixdan saboq ilinib, yakunlanib, kelgusiga qarab qadam bosiladi. Bir asrdan ortiq Uyg'ur mustaqillik harakati Xitoy mustamlikchiligiga qarshi turli vositalar bilan kurash qilib keldi. O'tgan asrning 5-dan boshlab o'ttirlargacha bo'lgan yarim asrlik harakatimizda dastlabda qurolliq qo'zg'alib, keng ko'lamli urush qildik. Xitoy mag'lub bo'lgan chaqlarda bizni sulhiga taklif qildi. Bizning ajdodlarimiz sulhida mag'lub bo'ldi. Sulhni o'tirib qo'ydi. Ammo Xitoy hech qachon hech qanday bir sistem bilan bizning milliy masalalarimizni e'tirof qilish, milliy da'vorimizni qabul qilish, bizning mustaqillik huquqimizni to'nish bosqichiga kelmadi. O'tgan yarim asrda qonunliq to'qnashuv oldi ikki millat o'rtasida qancha 10 yillab davomlashgan qonunliq to'qinish Xitoyni hargizmi milliy masalamizni qabul qilish darajasiga keltirmadi. Agar shu vaqtdagi urushlarimizda sulhiga salaga qaramasdan balki qonunliq urushni davomlashtirgan bo'lsak, balki de urushda g'alaba qilib mustaqil davlatimizni bizmi barpo qilib tutib tura olgan bo'lardik. Ammo ma'lum tashqi kuchlarning bismi ma'lum jihatdan inqilob sepining ichidagi bir qism sotqin munofiqlarning muhim rol o'ynashlari sababli urushda g'alaba qilib, hatto davlat qurib bo'lgandan keyinmi doim sulhga majburlanib, sulhida mag'lub bo'ldik. Davlatimizni shunchalik oson qo'ldan berib qo'ydik. 1930-yili vatanimizning hamma joylarida umumyuzlik qurolli urush patlab chiqdi ve bundan burun bo'lgan her türlü kuşak isyanlar bo'lsin, hammasi ulg'uyib, to'plashib 30 yil kelgan chaqda voyaga yetgan bir urushga aylandi. Turpanda bo'layotgan urushlar, Xotanda bo'layotgan urush, Qashqarda bo'layotgan urush, Qumulda bo'layotgan umumyuzlik qurolli harakat voyaga yetib, davlat qurish bosqichiga yetib keldi. 33-yili qurilgan Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyeti Xitoyga qarshi elib borgan qurolli urushining natijasi bo'lib 33-yili Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyeti qurilgan edi. Afsus, ichki va tashqi turli to'sqinliklar, turli yelin ayram, siyosiy suiqasd, turli tuzaqlar tufaylidan bu davlatimiz qo'ldan ketdi. Yani 33-yil Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyeti qurilib, mag'lub bo'lib, 44-yil Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti qurilishi oraliqda vatanimizni Shimshisayddan iborat bir qonliq, qonxo'r jallod idora qilgan bo'ldi. Shu 10 yil ichida 100 minglagan ziyolilarimizni, diniy ulamolarimizni, boylarimizni qatl qildi. Qancha 100 minglagan insonlarimizni turmaga solib, qijnab, halok qildi. Shu chaqdami yana isyon to'xtab qolmadi. 44-yili qayta tashkillanib, tez sur'atda yana bir qatam davlatimiz qurildi. Demak, Xitoy har qancha zolim bo'lsa-mu, shu vaqtdagi Xitoy hukmronlari har qancha qonxo'r bo'lsa-mu, ammo vatanimizda umumyuzlik qo'zg'alib chiqib, davlat qurolligidek shundoq imkoniyat, shundoq jasorat batdi. Davlatni qurdik, yana bu davlatmi sulh saloli bilan 11 bitim deb atilib kelayotgan
tengsiz shartnomaga imzo qo'yish bilan shunchalik oson bu davlatni qo'ldan ketgan bo'ldi. Yarim asrlik qurolliq qo'zg'algan urushimizda Xitoy hukmronlari asosan mag'lub bo'lgan bo'ldi. Keyin shu vaqtda butun Xitoy xalqini va bizni mustamlika tutib turayotgan Gomindan hokimiyati urushda mag'lub bo'lgan bo'ldi asosan. Bizga qarshi urushda asosan mag'lub bo'lgan bo'ldi. Lekin o'z mag'lubiyatiga tan bermay, turli sulhi salolini ishga solib, o'zining sodiq g'altilarini ishga solib, urush to'xtatishga qistab keldi. U vaqtdagi Sovet ittifoqimi urush to'xtashni tashabbus qildi. Ammo biz bo'ysungan bo'ldik. Shu vaqtda siyosatda, diplomatiyada biz demokratik usulni qo'llandik. Bizning yarim asr qurolliq urush qilgan qahramon xalqimiz, qahramon rahbarlarimiz tinchlik bilan, siyosat bilan masalani hal qilamiz deb sulhiga ma'qul bo'ldi. Bu dal demokratik usul edi. Xitoy bilan Uyg'ur o'rtasidagi milliy masalani, qonliq to'qinish masalalarini qon bilan emas, bundan keyin siyosiy yo'l bilan, demokratik usul bilan hal qilamiz deb sulhiga ma'qul bo'ldi. Ammo Xitoy qanday qildi? 5 yil tutib turgan bo'ldi. Chiang Kai-shek rahbarligidagi Gomindan hukumati o'zining sodiq g'altilari va chet eldagi ittifoqdoshlarining yor yo'lakda hamkorligida Sharqiy Turkiston mustaqillik harakatini 5 yil tutib turgan bo'ldi. 49-yil Xitoy Kommunistik partiyasi hokimiyat beshiga chiqib rasmiy g'alaba qilgandan keyin Gomindan hukumati Tayvanga chekindi. Chiang Kai-shek rahbarligidagi qonxo'r Gomindan mustamlikchilari Tayvanga chekinib 1967-yilgacha hech qanday bir sada chiqmadi. Sharqiy Turkiston mustaqil davlat qurish huquqiga ega degan bu bir talabni Chiang Kai-shek qabul qilmadi. Bizning shu chog'dagi Muhammad Emin Bug'ra Hazratim, Aysa Apandi qatorliq Gomindan partiyasida millat vakili bo'lib, Nanjingda xizmat ishlagan, keyin Gomindan partiyasi rahbarligida Xinjiang o'lkasiga qaytib kelib, Shinkisay hokimiyati ag'darilgandan keyin Gomindan hukmronligini Sharq va Janubdagi 7 viloyatda yurgizib, Sharqiy Turkiston mustaqillik jumhuriyatiga qarshi hokimiyat tutib turgan bu rahbarlar 77-yilgacha Chiang Kai-shek bilan aloqa qilib turdi. 77 emas. Bu rahbarlar 67-yilgacha Chiang Kai-shek bilan aloqani uzmadi, to'xtamay aloqa qilib turdi. Tayvanda bo'lingan Gomindan partiyasining yig'inlariga vakil avatib turgan bo'ldi. 67-yili eng oxirgi umid uzilgan bo'ldi. Shu chog'dagi bir qism rahbarlar İstanbulga to'plashib, yig'in uyushtirib, biz endi shu Chiang Kai-shekdan uchuq talab qilaylik deb, bular Chiang Kai-shekga bir iltimos yo'llab, vakil avatdi. Hurmatli Chiang Kai-shek apandi, dahi siz cho'nqurg'ulga qaytolmadingiz. 49-yil Tayvanga chekingandan tortib 67-yilgacha siz cho'nqurg'ulga qaytish umidida bo'ldingiz, irodangizga yonmadingiz, ammo cho'nqurg'ulga qaytolmadingiz. Xitoy kommunistik hukmronligi kundan-kun kuchlanayotdi. 64-yil vatanimizning Lopnur rayonida atom sinab qilib, atom quroliga erishdi. Bunday bir vaziyat ostida siz cho'nqurg'ulga qaytolmaysiz. Terrorist, kommunist hukmronlikni ag'dirib, u yerda siz o'zingizning demokratik adolat davlatingizni barpo qilolmaysiz. Shuning uchun so'zda bo'lsa-mu, bizning Sharqiy Turkiston Jumhuriyatimizni e'tirof qilsangiz, Sharqiy Turkistonliklar mustaqil davlat qurish huquqiga ega degan bu xitobnomani dunyoga e'lon qilsangiz deb bu talabni yo'llagan bo'ldi. BDT Xavfsizlik Kengashidagi doimiy 5 a'zoning biri bo'lib turayotgan Chiang Kai-shek hukumati bizning
rahbarlarimiz yig'inda javob berdi. Saqlab turinglar, biz cho'ng quruqqa hamon qaytimiz. Cho'ng quruqqa qaytgan chaqda shu vaqtdagi Jungo hukumati parlamentida buni muzokara qilib, ovozni qo'yib, shu chaqda ovoziga asosan biz javob qila olamiz. Ammo hozir men va yoki mening hukumatim bu haqda hech qanday bir javob bera olmaymiz. Sabr qilinglar va biz bilan doim bundan burunqidek, bundan keyin hamkorlashib, Jungo kommunistik hukmronligining ag'dirilishiga turtki qo'shinglar degan javobni berdi. Shundan keyin bir oz talaqqa atish bo'lib, bizning bu rahbarlar o'tirsida asosan Esa apandim yetakchiligidagi bir turkum kishilar umidni uzib, yo'q bo'ldi. Biz endi ortiq kutolmaymiz. Sharqiy Turkiston masalasi bizning ichki milliy masalamiz. Sharqiy Turkiston masalasi bilan Xitoy hukmronlik, ya'ni Xitoy hukmronlarining hokimiyat olmish o'tirisida hech qanday bir munosabat yo'q. Xitoy mayli kommunizm bo'lsin, mayli Gomindang bo'lsin, mayli demokratik bo'lsin, bizning milliy masalamiz ularning hokimiyat olmish sistemi ichida tasavvur qilinmaydi deb chekinib chiqqan bo'ldi. Ammo to'liq kechikdik. Xitoy millati hokimiyat beshiga chiqib, hozirgichilik, ya'ni bir asrlik bo'lib qoldi. 1912-yili Shanxay inqilobi g'alaba qilgandan keyin Manchu hukmronligi og'dirilib, Xitoy millati hokimiyat beshiga chiqdi. 100 yildan buyon, ya'ni to'liq bir asrdan buyon Xitoyda har turli sistem almashgan bo'ldi. Dastlabida Gomindang partiyasi hokimiyat beshiga chiqdi, biz bilamiz. 49-yildan boshlab Xitoy kommunistik partiyasi hokimiyat beshiga chiqdi. Xitoy kommunistik partiyasi hokimiyat beshiga chiqqandan keyin turli siyosiy o'zgarish qilgan bo'ldi. Ichki qismida nomi Jungo kommunistik partiyasi, kommunistik partiya degan, ya'ni bir partiyalik hokimiyat sistemi yurgizilgan bo'lsa-mu, siyosiy jihatdan nurg'unlagan o'zgarishlar bo'ldi. Ammo Uyg'urlarning milliy masalasi hech qachon yaxshilik tarafga meni boqmaydi. 80-yildan 90-yil oralig'ida 10 yil Xitoy o'zini o'ngishib olgach, o'zining 30 yil o'tkazgan davlat tuzumidagi siyosiy xatoliklarni o'ngishab, xalqaro bilan munosabatlik, ya'ni ehtiyojli davlatlar bilan diplomatiya o'rnatish munosabatlar tufaylidan milliy masalalarni ma'lum darajada yumshoq yo'l qo'ygan bo'ldi. Bu hargiz milliy masalani hal qilganlik yoki hal qilish yo'lga manganlik emas edi. Faqat o'zini o'ngishib olish, qadamini ruslab olish yuzasidan 10 yil milliy masalada bir oz sukut qilgan bo'ldi. 90-yildan boshlab, ya'ni to'liqni aytgan chog'da 89-yili 9-oydan boshlab milliy siyosatning 3-5 yillik plan degan bu yangi bir tuzumni yo'l qo'yib, yana qaytadan cho'qishtirish, bostirish davomlashdi. Hozirgacha 20 yildan oshdi. Ig'ir bostirib kelyotdi. Endi bu qatam Xitoy Kommunistik partiyasining 18-navbatlik qurultayidan g'arb mutaxassislari, bizningki siyosatchilarimiz, ba'zan mutaxassislarimiz xeyli umid kutgan bo'ldi. Xitoyning ichki qismida cho'kish bo'ldi. Kommunistik partiyasi bundan keyingi Xitoy davlatining ehtiyojiga javob berolmaydi. Kommunistik partiyasi ichida hokimiyat talashish, mansab talashish bo'ldi. 4-avlod kommunistik Xitoy Kommunistik partiyasining 4-avlod rahbarlari o'tirisida nurg'unlagan to'qnashuvlar kelib chiqdi. Va hokazo degandek har xil tahlilni yurgizib, hatto biz yashayotgan boshqa München shahridagi turishliq Sotsial Demokratlar partiyasi bilan Yeşillar partiyasi alayda sohibxonlik qilib, Jungoda siyosiy o'zgarish bo'lsa, ya'ni Jungoda hokimiyat olmasa, siyosiy sistem o'zgarsa, Uyg'ur masalasi qanday bo'ldi deganda Xitoyning 18-navbatlik kommunistik partiyasininki sirt bo'lgan ta'siri davrini
Yani shunchalik bu her tarafni xuddi qozon qaynagandek qaynatgan bo'ldi. Ammo Uyg'ur milliy masalasi mayli Xitoy 30-navbatlik qurultayni ochamdi, 9-navbatlik ochamdi, u hech qanday bir natija keltirmaydi. Ijobiy bir natija keltirmaydi. Xitoy davlatini asoslab biz ikki qismga bo'lib tushunishimiz to'g'ri keldi. Bir qismi cho'ng quruqlikqa hukmronlik qilgan mustamlikachi Jungo kommunistik hokimiyati, yana bir partisi Tayvanni idora qilib yotgan Kuomintang partiya hokimiyati. Her ikkilisi zırp etgan chog'da bir Xitoy davlatidan iboratdir. Chunki 1948 yildan boshlab 1972 yilgacha BDT'dagi xavfsizlik kengashidagi o'rinni Chiang Kai-shek rahbarligidagi Tayvan hukumati, Kuomintang hokimiyati tutib turgan. 72 yildan boshlab Jungo kommunistik partiya hokimiyatiga o'tkazib berdi bu o'rinni. Yani demek, çoğun quruqluq hal qilinmagan masalalarda Tayvan rol oynaydı. Tayvan hal qilinmagan masalalarda çoğun quruqluq rol oynar. Her ikkilisinin axırkı nişanı, stratejisi nəhayət qudretlik çoğun Jungo quruş. Bütün Asiyaga hükümranlıq qılalaydigan, bütün dünyanı iqtisadi jihatdan kontrol ostiga olalaydigan shundoq bir qudratlik imperiya qurib chiqish. Endi har qanday davlatlarda bo'libmi 3-dunyo allariga mansub bo'lgan davlatlarda davlat qatlamida davlat qonun jihatdan, siyosiy jihatdan hal qilinmagan ishni bir turkum qora qo'llar bilan, mafiya bilan hal qiladigan masalalar bor. Shunga o'xshash Xitoy mustamlakachilarning, yani Xitoy hokimiyati qatlamadimi? Bir tarafı kommunistik hokimiyat. Ya qattiq qo'l siyosat orqali davlat idora qildi, milliy masalalarni qattiq qo'llik bilan idora qildi. Agar bu Jungo kommunistik hokimiyati hal qilinmagan masalalarda ondan keyin yana bir qo'l orqali Tayvanni ishga solib, Tayvanga munosabatli holda dunyoning har qaysi joylarida laylab yurgan nomi Xitoy demokratlari shularning qo'li orqali hal qiladi. Milliy masalalarni yumshatib, uxlatib, murassaga yetaklab boradigan bir qism bular. Herkes Beijingdan bir Xitoy kelib, Jungo kommunistik partiyasi hokimiyati qatlamida xizmat o'tayotgan Xitoylardan bir guruh chiqib, ular munosabat qilmaydi. Ular zolim milliy masalada bir Jungo va mustamlikachilarning milliy masalalarda Jungo azaldan bir davlat, bu yerda hech qanday milliy masala mavjud emas, oq ko'ktab bu shuarni qattiq to'lab turdi. Ammo ma'lum jihatdan Tayvan orqali boshqa bir yo'l bilan milliy masalani yumshatib, yo zodi Jungo kommunistik partiyasi ag'dirilsa, demokratiya shakli orqali biz u yerda masala hal qilmaymiz deb bunda bir yetaklash yapmamadi. Yig'ib etgan chog'da buning yiltizi bir yerdan chiqdi. Xuddi 40-yillar, 30-yillar Kuomintang hokimiyati, Kuomintang mustamlakachilar javob bera olmagan chog'da Xitoy kommunistik partiya qatlamidagi bir qism diplomatlar bizning Sharqiy Turkiston inqilobi qilayotgan Sharqiy Turkiston